Assalomu alaykum. Neft gazni qayta ishlash texnologiyasi kafedrasi 22-24 guruh talabasi Farmonov Anvarman. Bugun biz Amin yordamida regeneratsiya gazini tozalash qurilmasini haqida gaplashib o'tamiz. Regeneratsiya gazi seolit qurilmasida 4-5 megapascal bosim va 70 gradus harorat bilan vodorod sulfit va karbonat angidridlardan tozalash uchun kelayotgan notoza gaz E1 qurilmasida o'tadi. Bunda notoza gaz mexanik birikma va suyuq uglevodorodlardan ajratiladi va bundan E1 dan chiqqan gazlar K1 qurilmasida o'tadi. Ya'ni bu K1 qurilmasi beton nasatga bilan jihozlangan. Bunda notoza gazlar etanol amin eritmasi bilan uchrashadi. Bu yerda vodorod sulfit va karbonat angidridlar 25% etanol amin bilan absorpsiya jarayoniga kirishadi. Bunda absorberda tozalangan gazlar qurilmadan olib chiqilib E2 qurilmasida beriladi. Bu qurilmada esa gazlar tozalanadi. Gazlar 3.8 4 megapascal bosim va 35-40 gradus haroratda bo'lib iste'molchilarga beriladi. Va K1 qurilmasidan chiqayotgan gazlar E3 ga shamollatgichga beriladi va bu shamollatgichga berilgandan so'ng bosim ancha pasaytiriladi va bu E3 qurilmasidan chiqib E4 qurilmasida esa bu gazlar qadoqlana boshlaydi. Qadoqlangandan so'ng E4 qurilmasidan chiqib T1-2 qurilmasida boradi. Bunda esa gazlar 105 gradusgacha qiziydi. Keyin to'yingan etanol amin gazlari K2 qurilmasiga o'tadi. Bunda to'yingan etanol aminga issiqlik yetishmasligi uchun T2 qurilmasi orqali issiqlik beriladi. K2 tagidan oqib chiquvchi regeneratsiya qorishmalari T1-2 qurilmasida olib boriladi. Undan so'ng esa AVO1, 2, 3 qurilmalarida o'tkaziladi. O'tkazilgandan so'ng barcha eritmalar D5 qurilmasida o'tkaziladi. Bunda nasos orqali X1, X2 qurilmalarida o'tkaziladi. Ikkita oqim bo'yicha, ya'ni X1 qurilmasi K1 qurilmasining 28-nasatkasida o'tkaziladi. X2 qurilmasi esa nasos yordamida K1 qurilmaning 20-nasatkasida olib boradi. Shunday qilib eritma sikli tugaydi.